Qalasizlar my sweeties, hammaga salom. Bugun men vlog olmoqchiman. Bu mening eng birinchi vlogim. 12 ga yaqin uyga keldim. Bugun 4 soat bo'ldi. Hamma kerak emas kitoblarimni, narsalarimni olib tashladim sumkamdan. Bugun matematikam bo'lgani uchun kitoblarimni, daftarlarimni soldim. Endi hozir esa oshxonaga kofe tayyorlashga ketyapman. 3 в 1 kofe topolmadim. Shunga endi oddiy kofedan молочный kofe tayyorlab olishim kerak. Uning uchun shakar qo'shdim, kofe qo'shdim. Issiq suv solib, eritib, ichidagi narsalarni sut soldim. Endi xonaga borib nima kiyishni o'ylashim kerak. Ana topdim. Bu ajoyib perxod. Endi hamma shirin nima bo'lsa uyda hammasini olaman. Zalga borib, televizor yoqaman va kofe ichib o'tiraman. Kofemni ichib oldim. Endi matematikaga qo'shimchaga boraman. Hozir maktabga ketyapman. Maktabga kelib qoldim. Matematikam tugadi. Magazinga kirib narsa oldim. Hozir endi bog'chaga ketyapman. Mana bog'chaga keldim, singlimni oldim. Uyga ketyapmiz singlim bilan. Qaranglar qanaqa chiroyli quyosh botishyapti. Hozir singlim bilan magazinga tushdik. Bu o'rtancha singlim. Men bir paket konfet oldim. Hammaga xayr, oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Bu bilan mana vlogim tugadi.